Texnikamizdan bittasi mana shunaqa skuter bo'ladi. Bunda muammo bo'layotgan, iskrasi yo'q, provodkasida muammo chiqdi. Mana ko'rsanglar tak sochildi. Ko'rinyaptimi? Spolni yonib kelgan ichkaridan. Dal sochamiz, ko'ramiz. Keyin generator tomonni ochib ko'rsam, mana shu ahvol. Shuncha musor chiqdi ichidan hozir. Magnit eski holatda. Hozir buni tozalaymiz. Ko'ryapsam, hamda qora izlar qolgan. Yongandan asorati qolgan. Ichkaridan tutagan. Mumkin uzra ko'rishinglar mumkin, mana magnit mana shu ahvolga keldi. Eng qizig'ini ko'rsataman hozir. Hamma mashaqatdan boshlanganini. Mana generator ichidan boshlangan. Bilsanglar, bu massa mashitda boshlangan. Mana ko'rsanglar, massa bilan mana bu provodga ichida yopishib ketgan. Hayron bo'ldim, men bular simlar bir-biriga yopishib qolgan. Tochsam, dagansa kelsam, mana mashitda bo'lgan. Mashina ichida bo'lgan. Ko'rsam, ajramayapti ham. Bir-biri bilan yopishib ketgan. Qanday ko'rsating? Xullas, mashitda muammo boshlangan. O'sha orqali men provodkalarni yondirgan, ichkariga tushib ketgan. Xullas, mana shu skuterimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rishinglar mumkin. Mana. Zavod bo'yapti. Bir xil ustalarga olib borgan, polni provodkasini almashtirish kerak deb aytishgan bir xillar. Mana shu orzu-orzuligicha qolmaskan, xullas. Aybi mashitda bo'lgan. Bu bir. Ikkinchi aybi polni provodkadagi massa erib ketgan, o'sha. Ikkinchisi, uchinchisi generator ichidagi boya videoda qo'ydim, o'sha. İşte